Assalomu alaykum aziz guruhimiz a'zolari. Mana xudo xolasa navbatdagi yana 12 sotilik yo'limiz ham yig'ishda davom etyapti. Seximiz xudo xolasa ish jarayoni juda ham qattiq. Va Oltiariqqa 200 kvadratlik yo'lga zakazimiz bor. Hozir xudo xolasa manziliga mashtoychoqda yetkazib boramiz xudo xolasa. Abdullatif, charchamayapsizmi? Sog' bo'ling. Seximizning ikkinchi yarmi mana bu yerda ham xudo xolasa yo'l yig'ish jarayoni ketyapti. Juda katta yo'l ekan, menimcha bu 12 sotik bo'lsa kerak. Qo'shni Tojikiston Respublikasiga yig'ilmoqda. Mana navbatdagi 200 kvadratlik yo'limiz. Mana shunisi xudo xolasa Oltiariqqa qarab yo'raladi. Bitta ham yana bitta guruhimiz ishlashyapti. Do'stlik, charchamayapsizlarmi? Sog' bo'linglar ilohim. Charchamayapsizmi aka? Sog' bo'ling ilohim aka.